O'tgan safargi videoda sizni millioner qilib yuborish mumkin bo'lgan biznesni aytgandim, to'g'rimi? Bugun xuddi yana o'sha Chinaray o'zimizni milliy brend avtosalonimizga tashrif buyurdik. Endi bu yerdan qaysi modellarni olish kerak, qaysi sizga udobni, qaysi sizga ko'proq to'g'ri keladi, bularni to'liq ko'rib chiqamiz. Bugungi obzorimizda T32 va T30 modellarini polni obzorini ko'ramiz. Birinchi sizga ko'rsatadiganimiz T32 gazli modelimiz. Bu toychoq 5 o'rindiqli bo'ladi. Bunda xohlasangiz taksi ham qo'yarsiz bo'ladi, lekin buni orqasida ham yetarli yuk tashiydigan joy. Bu mashinalarimiz uchun eng asosiysi yuk qancha ketadi va razmeri 260 ga 172 bor. Endi sizga 5 kishilik o'rindiqni ko'rsataman. Video davomida ham aytaman, bu 5 kishilik o'rindiqli mashina kimlar uchun va 2 kishilik o'rindiqli mashinalar kimlar uchun bo'ladi. Bu T32 modelimizni 5 o'rinlik versiyasi. Birinchi o'rinda yuragidan boshlaymiz, o'rtoqlar. Bu yerda 1.5 motor, 115 ot kuchiga ega. Bu segmentda bunaqa narxda boshqa konkurensiyalarda topa olmaysiz. Aniq, men o'zim shaxsan o'rganib chiqdim. 115 ot kuchiga ega bunaqangi segmentdagi, bunaqa 5 o'rindiqli, bunaqa hajmga ega va bunaqa yuk ko'tara oladigan avtomashina faqatgina Chinaray avtomobillarida. O'rtoqlar, endi bu 5 o'rindiqli T32 modeli kimga ko'proq tushadi? Sizga hozir to'liq tushuntirib beraman. Siz dehqonsiz, sizni ishchilaringiz bor, siz dalaga odam olib ketishingiz kerak, undan tashqari yuk ham olib ketishingiz kerak. Orqaga bemalol yukingizni olasiz. Undan tashqari ishchilaringiz, yaqinlaringiz, tanishlaringiz bo'lishi mumkin. O'tirg'izib olasiz. Endi salonni to'liq sizga tushuntiraman. Tushundingizda, kimga to'g'ri keladi ko'proq? O'rtoqlar, kim o'tgan galgi videolarimizni to'liq ko'rib chiqqan bo'lsa, o'tgan safar ko'rsatgan avtomobilingizdan deyarli bu mashinamiz farq qilmaydi saloni. Faqatgina buni monitori sal teparoqda, lekin o'sha imkoniyatlar bu mashinamizda ham bor. Ya'ni konditsioner, ABS tormoz, undan tashqari bu yerda knopkalari bor. Benzin, gazga o'tadi. Bu zavoddan o'zlari o'rnatib berishgan. Endi ko'rib chiqamiz. Salonimizda o'tgan safar to'liq obzor qilgandik videomizda. Menga eng yoqqan narsa, o'rtoqlar, bu yerda rul bo'lgandi. Rul shunaqangi yumshoqki, bunaqa rulni men hattoki boshqa mashinalarda his qilmaganman. Endi mana konditsionerchani yoqib qo'yamiz. Las konditsioner yonmayapti. Endi konditsionerni yoqib qo'yaylik degan joydan olaylik, las. O'rtoqlar, mana konditsionerchani ovozini qarang. Birinchi bosqichda shunaqa ovoz. Endi qarang, 4 ga qo'yaman, 4 ga. Bu degani mashinaning ishini muzlatib yuboradi degani. Xo'p, 1 ga qo'yib qo'yamiz. O'rtoqlar, korobka передач juda ham yumshoq, sizga kerak bo'ladigan. Xullas, salonga o'tirganingizda umuman sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Salon juda ham komfortli. Xo'p. Oyna tushirgichlar hammasi joyida. Undan tashqari mana Bluetoothli monitor va orqa передачаga urganda orqa kamerani tiniq ko'rsatib turadi sizga. Xo'p. Yana nima qoldi? Maza qilyapman bori. Surxondaryo ko'chalari uchun bu mashina dehqon inson uchun, tadbirkor inson uchun juda ham komfort ekan. O'zim ham dehqon bo'lgim kelib ketdi, to'g'risini aytsam. Orqaga ishchilar ortib olasiz. Ertalab borasiz, ora-orada nobod isib ketgan paytingiz mashinaga bitta o'tirasiz. Ekonomishni varianti, bitta konditsionerchani yoqib, bitta choychani ichib, mana bu yerdan Bluetoothga telefonni ulab, muzikachani qo'yib olasizda, tadbirkorligingizni davom ettiraverasiz. Endi akalar, mana shu yuk mashinani sotib olib, mana shuni o'zida million pul topaman deganlar uchun T30 variantini sizga to'liq obzor qilib ko'rsatamiz. 5 o'rindiqli mashinamizdan juda ham katta farq qilmaydi. Bu 2 o'rindiqli, lekin bu yerda necha edi? Akalar, bortni razmeri 3.15 ga 1.72. Men o'ylashimcha shu laboga ketadigan bitta yukni bu 3-4 tasini ola olsa kerak deb o'ylayman. Undan tashqari yukni og'irligi 2 tonnagacha bemalol oladi va buni baloni bittalik.
Akalar, endi 5 o'rindiqdan tashqari nima yana farqi bor deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Farqi narxida. Bunisi anchayin arzonroq tushadi. Shunchaki pastda qoldirilgan raqamlarimizga bitta qo'ng'iroq qilsangiz, akalar o'zlari javob beradi, to'liq ma'lumot berishadi. Qanaqa narxda olsangiz bo'ladi, qanaqa imkoniyatlari bor. Undan tashqari, hozir salonni ham ko'rib chiqamiz, nima imkoniyatlari bor, hammasini ko'rib chiqamiz. Keling. Xo'p. Chuqurlashmaymiz, ketdi. Bu nechi motor? O'rtoqlar, mashinamizning yuragi 1.15 ot kuchiga ega, 1.5 motor. Undan tashqari ABS tormoz mavjud. Xo'p, undan tashqari bu yerda ham konditsioner bor. Xo'p, orqa zadniy kameralar ishlaydi, elektronika, rul. Xo'p, korobka peredachi shunaqangi yumshoqki, bitta barmog'ingiz bilan mana shunaqangi 1 2 3 4 5 orqaga ana shunaqasiga aylantirib yuraverasiz. Xo'p, stiklopodjomniklar o'z joyida ishlaydi. Bitta yopib ko'raylikchi, tashqaridan eshitiladimi havo? Hech narsa eshitilmaydi. Zo'r. O'rtoqlar, bu modelda yangilik, motor oldingilariga bilganlar biladi, rementlik bo'lgan. Bu motor seplik qilib chiqarilgan. Undan tashqari mana bunga ko'rayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha o'rindiq yotish uchun imkoniyat qilib yaratilgan. O'rtoqlar, bunaqangi imkoniyatli mashina va bunaqangi arzon narxda boshqa joylardan siz aniq topa olmaysiz. Bu mashinamiz benzinli 50 talik benzabak o'rnatilgan. Akalar, bu mashinalar haqiqatdan dehqoni, jaydari, o'zimizga o'xshab dehqonchilikdan pul topaman deganlar uchun ishoning, ancha yilga xizmat qilib beradi va o'rtoqlar, bu mashinani olganingizdan keyin tasavvur qiling, 3 yilgacha garantiyasi beriladi. 60 ming kilometr yurgunizcha qandaydir muammolar bo'lib qolsa, bemalol Shinray avtosalonining servislari bor, aloqaga chiqasiz, muammolaringiz hal bo'ladi. Tasavvur qiling, mashina sotib olyapsiz. Juda ham qimmat emas, arzon, yaxshi narxda, lekin garantiyasi ham ancha vaqtga bor. Akalar, bilasizlar, bunaqa segmentdagi mashinalarga ko'pincha Xitoydan keladigan mashinalarga zapchastlar muammo bo'ladi. Bu yerning eng qulay tomoni, zapchastdan umuman muammo yo'q ekan. Har bitta viloyatda, har bitta tumanda o'zini zapchast servisi bor ekan. Ya'ni qidirib yurmaysiz, xohlagan o'zingiz yashaydigan tumanga borasiz va o'zingiz qidirgan zapchastingizni topasiz. Eng asosiysi, mashinangiz buzilmasin, zapchast ham qidirmang. Bu yerda manzilini, nomerlarni o'tgan galgi videolarda qoldirganmiz. Mana shu yerda ham nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqasiz. Bu avtosalonimiz Shinray milliy brendimiz Surxondaryoning Denov shahrida joylashgan. O'rtoqlar, o'ylaymanki sizga video foydali bo'lyapti. Bu mashinalarni keling, sotib oling, o'zingizning biznesingizga, o'zingizning tadbirkorchiligingizga va bundan tashqari mana shu mashinalarni olib baraka topsangiz, o'ylaymanki sizga ancha bu videolar foydali bo'lgan bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'ying. Shunaqangi foydali videolarni siz uchun yana ham ko'paytiramiz va boshqa modellarni keyingi vyupuklarimizda albatta ko'rsatamiz. Ko'rishguncha.